Assalomu alaykum ilm izlovchi inson. Men Farobiyman. Bugun sizga Fozil odamlar shahri haqida so'zlab bermoqchiman. Har bir inson baxtli yashashni istaydi. Ammo haqiqiy baxt nimada? Boylikdami, kuchdami yoki mansabdami? Men uzoq tafakkur qilib shuni angladimki, insonning haqiqiy baxti yaxshi jamiyat ichida yashashidadir. Fozil odamlar shahri bu ilm qadrlanadigan, adolat ustun bo'ladigan va insonlar bir-biriga yaxshilik qiladigan jamiyatdir. Bunday joyda odamlar faqat o'z manfaatini emas, boshqalarning ham foydasini o'ylaydi. Men aytgan jamiyatda rahbar dono, adolatli va bilimli bo'lishi kerak. Chunki rahbar jamiyatni ezgulikka boshlaydi. Agar boshqaruv adolatli bo'lsa, xalq orasida tinchlik va isonch paydo bo'ladi. Ammo insonlar faqat boylik, nafs va manfaat o'rtadan quvsa, jamiyat zaiflashadi. Jaholat kuchayadi, adolat yo'qoladi va odamlar bir-biridan uzoqlashadi. Shunda ekan fozil jamiyat uzoqdagi orzu emas, u har birimizdan boshlanadi. Agar biz ilmli bo'lsak, halol yashasak va bir-birimizga yaxshilik qilsak, jamiyatimiz ham fozil bo'ladi. Buyuk jamiyat buyuk insonlardan boshlanadi.